Assalomu alaykum Gulshaydolari. Mana qaranglar. Go'ngli suvim jippi-jigaring bo'lib, rosa chiroyli bo'lib turibdi. Men buni to'la qilib yana suv quydim. Qaranglar mana. Kompot bo'ldi, qo'ydi buni. Endi buni mana yerda qulpinilarim bor, qaranglar. Gram chiroyli qulpinilarim mana. Qulpinilarim, chetiklarim chopdim, qaranglar. Endi bularga o'sha suvdan quyaman men. Hammasini cho'kib chiqdim. Shunaqa qilib qaranglar. Biram zo'r qulpinilari qaranglar, ochilayotganini. Qaranglar, chiroyli bo'lib yotganini bularni. Ichida go'nglari chiqsa, go'nglari bilan ham sovaveramiz. Qulpiniga yaxshi. Ana qulpini ekdim, xudo xolisi ko'paytiraman buni ham, qaranglar. Mana hammasi ochilib yotibdi. Hozir bular suvsirab qolgan ekan. Tiylarini hammasini chopdim va shunaqa go'ngli suv quyganman. Qaranglar, buni chiroyliligini yerga ekkanman. O'shani kuzgichini tuvakka olganimda yaxshi bo'lardi. Qaranglar. Bu suv mana jippi-jigaring. 3 kun 4 kunda o'sha kompot bo'ladi, jippi-jigaring suv. O'sha go'ngga suvga solib qo'ygandim. Qaranglar. Rosa chiroyli. Zo'r kompot bo'lib yotibdi mana. Qaranglar bularni chiroyliligini, bular ochilib turganini qaranglar mana. Xudo xolisi qulpini bo'lib, qulpini pishganda ham sizlarga olaman. Bog'imizni bir chetiga ekib qo'ygandim, qaranglar. Xuddi tuvaga o'xshab suv quyaman bularga ham. Onam ariqlik qilib suv quygan dedi. Ariqlik qilib suv quyish yoqmaydi, chunki bularni xudo xolisi tuvaga olib, tuvalarga ko'chirib, tuvalarda o'stirmoqchiman. Chunki zimli paytida ham, qishda ham bular issiq uyda hosil beradi. Ko'rdinglarmi, bu kompotda oddiy go'ng mana. Go'ngga qaranglar, bu yumshasa, ana gullarni tagiga, o'shaqa qulpinilarni tagiga solaman mana. Chala qurigan go'ng deyman. Mana ko'rdinglarmi? O'sha 3 kunmi, 2 kun bo'ldi videoga olib suv quyib qo'yganimga, qaranglar. Buni maydalab tuproq bilan gul ekib tashlayman. Anaqasiga suvini gullarimga, qulpinilarimga, dollar gullarimga qo'yaman. Buni o'sha opa, katta yoshli xola anaqa dollar gullari rosa ochilib yotgan ekan. Ochilib yotganini men ko'rmadim, lekin eshitdim. Nima qildingiz deganim, mana shu go'ngga suvga solib, suvini quygan. Gullari yashnaydi, zo'r bo'ladi deyishdi. O'shanga mana qulpinilarimga hozir suv yotgan ekan. Suv kerak ekan bularga. Barglari bular suvlidan o'zi 2 kun bo'ldi suv quyganimga. Shundan bu suv quyolman. Qaranglar buni zo'rligini. Qulpinilarimni chiroyliligini qaranglar mana. 3-4 kundan keyin oddiy suv quyaman bularga. Mana qaranglar. Yana sharbatlari bor. Sharbatlari hozir dollar gulliga quyamiz. Mana qaranglar. Mana necha yillik dollar gulim bor. Mana o'sha sharbatdan dollar gulimga quyganman. Qaranglar mana. Tagiga, ildiziga faqat.
Ko'rdinglarmi? Mana qaranglar. Dollar gulimni yilliklariga qo'yyapman. Hammasi yillik mana kattalariga. Bu dollar gullari baquvvat qilib, tiklarini qaranglar. Ildizlarini chiroyli qilib ochilishlariga yordam berar ekan. Mana qaranglar, dollar gullarini tegini, qalinligini, chiroyliligini. Mana hammasiga qo'yyapman. Yillik katta dollar gullarimga. Mana bu yerda ham 5 yillik dollar gulim bor, qaranglar. Chiroyli o'sganini buni. Mana bunga ham qo'yaman. Dollar gullarimni qaranglar, biridan biri chiroyli. Biridan biri go'zal. Mana bu ham 4 yillik. Mana tegini qaranglar, qaynab chiroyli bo'lib ketganmi? Bunga ham qo'yaman. Qaranglar, dollar gullarimni o'zimni havaslarim keladi. Chiroyli. Rahmat e'tiboringlar uchun. Mana dollar gullarim sotuvda.